Avtomobilimiz ichkari boshqa tema bosh og'riqlari $1200 hamma navrlari qilib qilgan Gentra'ni video obzor qilaman. Bu Gentra'miz 2022-yilda ishlab chiqilgan, kraskalari mutlaqo top-toza, qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Avtomobilimiz 75,000 km masofani bosib o'tgan. Qilgan ishlarimiz ham anchagina Chiroli LED optikalar o'rnatib qo'yilgan, yumshoq yangi balonlar, tablo o'tirilgan, orqa oldi lobovoylargacha tonirovkalar urib qo'yilgan. Undan ham qizig'i, propan gazlari bor, polik, salon laminatsiya, tablo o'tirilgan, salon asseshenlargacha tayyorlab qo'yilgan. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, salon holati matbuot holatda turibdi. O'zini kojinni rullarida, avtomobilga aytgandek, tablo o'tirib qo'yilgan, o'zini zaskov magnitofonlarida, albatta avtomobil korpusida. Avtomobilimiz elegant paytda bo'lib, ya'ni full paytda. Abagrev seni bor, ilyugi bor, bakamaka yopadigan knopkalarigacha bor bu avtomobilimizda. Ana endi bu Gentra'mizni qiziq joyga aytadigan bo'lsak, avtomobilimiz tan narxi $13,200 ga naqd to'lab ketishingiz mumkin. Avtokrizga esa $1,200 bilan chiqarib beramiz. Hamma xarajatda ishlab beradi, boshqa xarajat umuman talab qilinmaydi. Bunaqa videolarni yo'qotmaslik uchun bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Ko'proq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.